menejerlar uchun masalan ishga olayotganda endi biza keling kompaniya haqida gaplashaylik. Agar startap tashkil qilyapmiz, masalan IT yo'nalishidagi birinchi oladigan bizani xodimlarimiz bu masalan dasturchilar yoki bo'lmasam qanaqadir bir qurilma yasab sotmoqchimiz, u qurilmani yasovchi injener bo'lishi mumkin yoki mutaxassis bo'lishi mumkin. Bu mutaxassislarni ko'nikmalari, masalan dasturlashni bilishi yoki bo'lmasam bu mutaxassislarni qanaqadir apparatlarni dasturlash yoki apparatlarni payka qilish, ulash yoki bo'lmasam svarka qilishni bilishi, bu ko'nikmalarni qattiq ko'nikmalar deyiladi. Ya'ni bu ko'nikmalar ular o'rganib, professional qatlamada o'qib, tajriba qilib o'rgangan ko'nikmalar hisoblanadi. Va boshqa ko'nikmalar bor. Masalan, ishga olayotganingizda ularni yumshoq ko'nikmalar deyiladi. Yumshoq ko'nikmalarga nimalar kiradi? Masalan, kelayotgan ishchini muomalasi. Ya'ni qanchalik xushmuomalaligi, masalan, yumshoq ko'nikmalar kimlarda kerak bo'ladi? Bu menejerlarda, rahbarlarda kerak bo'ladi yoki bo'lmasam odamlar bilan ishlovchi, odamlarni boshqaruvchilarda kerak bo'ladi. Ular kelisha olish kerak, bahslasha olish kerak, odamlar bilan muomala qila olish kerak, odamlarni ishontira olish kerak. Bu narsalar, mana shu ko'nikmalar, bu o'rgansa ham bo'ladi, lekin ko'p xodimlarda bu oila muhitida, ular o'sgan masalan jamiyatda o'rganilgan bo'ladi. Buni maktabida yoki bo'lmasam shu yoshligidan singdirilgan ko'nikmalar hisoblanadi. Shuning uchun yaxshi sotuv menejeri bu gaplashishni yaxshi ko'radigan, odamlar bilan gaplashsa ko'p kuladigan odamlar yaxshi sotuv menejeri bo'lishi mumkin. Chunki ular o'zi xarakteridan odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'radi. Endi introvert, uncha gaplashishni xohlamaydigan, faqat o'zi shu gaplashsa noqulay bo'lib, kompyuterda o'tirib, ishini qilib o'tiradigan odamlar introvert odamlar bo'lishi mumkin. U introvertlardan shu yaxshi shu gaplashib sotishga bir menejer chiqishi qiyin bo'lishi mumkin. Va bu mana shu ko'nikmalar gaplasha olish, kelisha olish, bahslasha olish yoki ishontirish yoki bo'lmasam odamlarni birlashtira olish, o'zi fikrlar ketidan ergashtira olish qobiliyatlari bularni yumshoq ko'nikmalar deyiladi. Ya'ni soft skills deydi. Ingliz tilida soft skills deydi yoki hard skills deydi. Va biza menejerlar olayotganimizda, masalan, sotuv menejeri olyapmiz yoki bo'lmasam odamlar bilan ishlovchi kadrlar bo'limini menejerini olyapmiz, HR olyapmizmi yoki bo'lmasam boshqaruvchi, qanaqadir bir shoxobchani boshqaruvchi menejer olyapmizmi, unda eng muhim sifat bu birinchi soft skills, ya'ni yumshoq ko'nikmalar bo'lishi kerak. U odam komandada ishlay olishi kerak, odamlarni yaxshi ko'rish kerak, odamlar bilan gaplashganda gaplashishi qiyin bo'lgan odamlar bilan ham gaplasha olish kerak va ularga nisbatan hurmatli bo'lish kerak. Endi biz agar masalan dasturchi olayotganimizda, dasturchida masalan agar dasturchi komandani boshlig'i bo'ladigan bo'lsa, masalan CTO deymiz, IT anaqa terminlari bilan texnik direktor bo'ladigan bo'lsa, unda yumshoq ko'nikmalar ko'proq rivojlangan bo'lishi kerak. Chunki u boshqa dasturchilarni boshqaradi. Lekin kod yozuvchi dasturchi bo'lsa, unda eng asosiy bizga kerak bo'lgan xususiyat bu hard skills, ya'ni bilimi kuchli bo'lishi kerak. Kodni yaxshi yoza olish kerak. Unda gaplasha olish yoki qanaqadir bahslasha olish xususiyatlari uncha rivojlanmagan bo'lsa ham, u ishini yaxshi qila olsa, demak biz uchun yetadi. Masalan, svarshik olsa, u svarka qilish kerak bo'lsa, svarkasini zo'r qilsa biz uchun yetadi. U boshqa odamlar bilan kulib gaplashib yoki bo'lmasam ularni nimadirga ishontira olishi yoki liderlik kачестволari bo'lishi biz uchun juda shart emas. Shuning uchun tushunishingiz kerak. Siz olayotgan odam bu menejermi, bu odamlarni boshqaradimi yoki komandani boshqaradigan odammi yoki bo'lmasam bu qanaqadir bir ishni, aniq ishni odamlar bilan gaplashmasdan yaxshi qilish kerakmi? Shunda siz bilasiz qaysi tomoniga intervyuda ko'proq e'tibor berishni. Endi siz odamlarni ishga olayotganda men shu ishga hozir masalan 3 oyga olaman, ishlataman, keyin ketkazib yuboraman yoki bo'lmasam men qisqa ishim bor, hozir bunga etmayman odamlarga. Masalan, menejer olmoqchisiz sotuv bo'yicha va aytasiz, o'xshasa o'xshadi,
bo'lmasa 2 oydan keyin haydab yuboraman yo 3 oydan keyin haydab yuboraman degan fikringiz bo'lsa, bu narsani oldindan o'sha olayotgan odamingizga aniq ayting. Nimaga? Chunki siz masalan endi shu kompaniya asoschisi bo'lib yoki bo'lmasam rahbar bo'lib biror odamni ishga olayotganingizda, u odamni hayoti uchun qanaqadir bir mas'uliyat his qilishingiz kerak. U odam o'zini hayotini o'zgartiryapti. U odam masalan sizni ishxonangizga kelib qanaqadir muddat ishlab, kelajakda masalan qanaqadir bir planlar quryapti. 2 oyga, 3 oyga, kimdir yarim yilga planlar quradi. Kimdirlar masalan ishxonangizda ishlayotganda masalan shu joyda ko'proq ishlayman deb niyat qiladida, kredit olishi mumkin. Kimdir masalan ishxonasiga ishonib uylanishi mumkin yoki turmushga chiqishi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir bir xarajatlarni belgilashi mumkin. Va siz agar fikringizda masalan qisqa ishlamoqchi bo'lsangiz, buni oldindan ochiq gaplashib olgan yaxshi. Nimaga? Chunki siz olmoqchi bo'lgan odamlar yoki siz ishga olgan odamlar bilan agar bo'shatib yuborsangiz ham umringiz davomida yana boshqa ishlarda yoki bo'lmasam boshqa korxonalarda, biznes yo'nalishida yoki hayotiy yo'nalishlarda hali yana ko'p uchrashishingiz va duch kelishingiz mumkin. Va siz agar shu ishga olayotganda bir javobgarliksiz, boshqalarning taqdiriga javobgarliksiz yondoshsangiz, keyinchalik sizni bu shu odamlar bilan bo'lgan bir munosabatingizga ta'sir qiladi. Undan tashqari, sizni kompaniyangizni HR brendi, HR brend deganimizda kompaniyani ish beruvchi brendi ham yomon ta'sir qiladi. Ertaga masalan sizni kompaniyangiz masalan Alfa Software kompaniyasi bo'lsa, Alfa Software kompaniyasida kelib 2 oyda, 3 oyda noto'g'ri sabab bilan haydab yuborilgan xodim aytadiki, Alfa Software juda yaxshi tashkilot emas. Ular odamlarga juda bir befarq va mas'uliyatsiz qaraydigan gap tarqalishi mumkin. Bu gap tarqalishi ertaga sizga yaxshi xodimlarni kelishi to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun har bir kelayotgan odamga juda mas'uliyat bilan qarang va ishga olayotganda ular bilan iloji boricha shu uzoq muddatda ishlashni mo'ljal qilib ishga oling. Bu degani siz ular bilan uzoq ishlaysiz degani emas, lekin ularni shu ishga olayotganda agar uzoq muddat ishlamasangiz, bu bo'lishi mumkin biznesda, to'g'ri kelmasligi mumkin. Bularni hammasini oldindan gaplashib oling. Mana shunaqa bizning talablarimiz shunaqa. To'g'ri kelmasang, biz mana shartlar bilan bizni bo'shatishimiz mumkin yoki bo'lmasam mana choralar ko'rishimiz mumkin deb buni hammasini oldindan gaplashib, kelishib olish kerak. O'zi ishga olayotganda mehnat qonunchiligi bo'yicha ish трудовой договор deyiladi rus tilida. Shu ish beruvchi bilan ishga kiruvchini orasida mehnat shartnomasi bo'ladi. Shu mehnat shartnomasida endi bizda ko'p kompaniyalar bunga e'tibor bermaydi. Standart qanaqadir shartnomalarni qo'yib qo'yadi. Shu shartnomada ko'rsatib o'tish kerak, nima talablar qo'yiladi, nimalar talab qilinadi va agar masalan bo'shatayotgan bo'lsangiz ham shu mehnat shartnomasi asosida bo'shatishingiz kerak. Yana bir narsani aytib o'taman. Kompaniyangizni iloji boricha boshidan legal va ishga oluvchilarni shu legal to'g'ri qabul qilinishga. Nimaga? Ertaga masalan u ishga olgan odamingiz qanaqadir sabablar bilan masalan kompaniyaga qarshi ish qildi yoki bo'lmasam kompaniya sirlarini sotdi yoki bo'lmasam kompaniyada qanaqadir pul o'g'irladi yoki bo'lmasam noto'g'ri kompaniyaga zarar keltiruvchi ish qilgan bo'lsa yoki bo'lmasam ertaga bo'shatmoqchi bo'lsangiz, agar siz shu xodimlarni qonuniy olmagan bo'lsangiz yoki bo'lmasam mehnat shartnomasi bilan to'liq oyligiga to'g'ri olmagan bo'lsangiz, ertaga siz bu odam oldida tilingiz qisuv bo'ladi va bu odamni siz masalan sudga bera olmaysiz bu odamga qarshi. Chunki bu odamni sudga bersangiz, u odam sizni sudga beradi noto'g'ri masalan ishga qabul qilganingiz yoki bo'lmasam qanaqadir maoshini yashirganingiz uchun. Va bunda siz o'zingiz qilgan ishingizga o'zingiz aybdor bo'lib qolasiz va o'zingizni qiziqishlaringiz yoki bo'lmasam biznesni qiziqishlarini himoya qila olmaysiz. Shuning uchun xodimlarni to'g'ri ishga qabul qilish, qonunchilik doirasida ishga qabul qilish, bu birinchidan sizni kompaniyangiz reputatsiyasi uchun ham yaxshi, ikkinchidan keyinchalik siz bemalol qo'rqmasdan shu xodim bilan gaplashib, agar qanaqadir bir xatolar qiladigan bo'lsa, qonunchilik
doirasida bo'shatishingiz imkoni bo'ladi.